Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz hazırki kitabımızdaki kelgen okuvatkan mezmun tarihi nemunelerden faydalanıp ümmetini uygultuş, ümmetini yükseltiriş hakkındaki kitap yani bu uyguluş hareketinin ki bu tiriliş hareketinin ki rehberleri tarihini pek obdan okuşu gerek, tarihten obdan faydalanış gerek dedik ya. Bugün şununla münasebetlik bir mezmun. Davatu abdur en-namazic eş-şai'a fi okul tullabın nahda. Yani uyguluş hareketi okuyucularının ki akılda keng taqalgan, umumlaşkan bir nemunelerindi. Şimdi ben avval dersi kirişten ilgili manda bir noktani bir asıl tipli deysizlerge qaranışlar. Bizler şunda bir rayonda yaşadık ki hiç nimimiz kulumuzda emas endi. Bizning ma'rifimiz mi qo'limizda emas. Ma'rifimizningki bütün materialları başkalar tarafından hazırlanılgan. Bizge nimelerning o'qitilishi, nimelerning o'qitilmasligi başkalar tarafından belgilanadigan. Tariximiz bizge qanday anlatılsa biz şu şekilde okuyduğun bir vaziyette üsbitli oqamdı. Ben bu noktadan sizlerden bir narsani sormoqchi. Yani soruşamning maqsadi sizlerdeki tuygu ile üzemdeki küçük vaktimde okuvatkan tuygu okşaş mı okşamaz mı bunu bir okumakçı yani. Hem öyle mektepte okuyumuz ya küçük vaktimizde. Şöyle yaşadık ya hem öyle. Mesela ben aldı bilen bir gepini kıstırıp olay. Bu tarih bir başkurgucunun ki kol astıdakilerini ya orundan ders toğuzutkan bir kural mana. Öyle konu. Ya ki olmasa cim pesil tututkan yani başkalarının ruhunu çöküzüp başkalarını ruhi cihati öldürüp tutkan bir kural. Tarihten paylanıp her işine kıgıl oldu. Az demekçi oğlum şu. Küçük vaktimden tatıp eğer silahının aldığınlığa biraz gelip kadimki Uygur bayla dese kanda demesin kilitli. Milletine sümürtkan qadimdan tatib. Milletning qinini ichitgan, semirib pompiyib ketgan, jazoni qitgan bir odamni esimiz keldi. Shunami ya? Nasriddin Efendimning qissalari, bizga maktab tilida o'qitildi. Har xil qissalar tarixlar o'qitildi. Aşu kıssalar tarixinin merkezi idisiga diqqat qilganingda manda bir nokta hücum qildi ki Uyg'urlarning tarixida huquq tutqanlar mayli hukumatlar huquq tutqanlar yoki bo'lmasa ijtimoiy jamiyatga nupuz bilan buni beg deymiz ya şu vaqtda begim deymiz. Begimlarning tasvirlanishi. Ondan keyin imom, masjidning imomlarining tasvirlanishi. Da qarasanglar xalqning qizini ep qechiyotgan. İmamlar tasvirlansa xalqning qizini nikoh o'qitib olgan. Masalan, boy pomochiklar xalqni sumurgan. Hatta bir film batdı şu vaqtda. Molla Zeydin'de küçük vaqtimizda ko'rdik, belki hammangiz ko'rishingiz mumkin. O filmde tasvirlangan Uyg'ur şu vaqtdagi hokimlarininki ordusining ichidagi ko'rinishlar İğanlab mağanmavatkan, dastıxalları tizilip ketken. Yani bu bir xil adam asta adamın eninde kananas peyda olur desene. Tabi biz cüziyatlara kirmeyimiz bu ha. Xulasa pekege vakitte Uygur sen üzerine başkuranmaysa. Senin içindeki bayla seni sümürtü. Eğer bu hükümet olmasa. İmamların hakkasını sümürtü. Hukuk tutkan emeldarların hakkasını sümürtü. Digendek lan bir xil tuyğu bilen biz ne asasen şu
bilek tilde nihav deb kelmese yaşayanmayotganday, adalet yo'qtikiday, ig'ir zulm ostida qoladigandek bir xil tasvir bizni shu tabiiy o'zimizni tuymagan ahvol ostida yo'q qilinadigan gap. Bu arqa ana oddiy gap emas menimcha. Birisizlar bizning maktabda o'qiydigan tarix kitoblarimizda Sadir Palvonninki tarixi bor. Bormi yo'qmi qarindoshlar? Bor. Sitnochning tarixlari bor. Nozugumning tarixlari bor. Unda qaramoqqa bizning qahramonlarimizning tarixi qanday qilgan bilan, lekin oxirlashgan natijaga qaranglar kitobda bizga bir qan tuyg'usi nima desa, uni qahramon deb shunda akilib oxirsida shu Chirkilning oldida, Chirk shu vaqtdagi Xitoy amaldorining askarlari bor. O'lgan, mag'lub bo'lgan tasvirlaydi. Qaramoqqa bizning qahramonlarimizning qahramonlik ish izlarini bizga tasvirlayotganda qilgan bilan buning ikkilamchi ta'siri nima desa, sen mag'lub bo'lsa degan ifodam bu. Sen mag'lub bo'lsa bir ifodasi. Ya'ni bizga tarix shunday shaklda bir ayarlanganki, shunday shaklda urunlashtirilganki, mayli bizningki ishlanayotgan shu filmlarimiz, Molla Zaydinning filmlari va bizning tariximizga munosabatli. Qarasa sapla Uyg'ur amaldorining hammasi galvon. Bir odatdagi bir ishga minib kelgan bir odatdagi bir odam hammani ahmoq qilayotgan. Nasriddin Efendimning filmlari sapla eski tuskü masalan. Andikin aş bayatın degandek maktabdagi o'rinlashtirilgan tarixiy, ya'ni qarindoshlar, tarix bir millatni shu o'zidan sestib ruhiy jihatda o'ltirib, yavalan yaksan quvvat qiladigan bir qurol yoki uni ko'tarib bir ech qiladigan qurol. Ama shu munosabatlar yana bir narsani deyapti. Bu tarix deganning hammani deyish xatochu. Chunki bir millat anda oppoq bo'lmaydi. Ham qop-qorin bo'lmaydi. Bir millatning bir 5-600 yillik, 1000 yillik tarixi var desek, bu tarixning ichida bir qaranliq bir xil, zulmatlik tarixlarimiz bo'ladi. Bir gullangan tarixlarimiz bo'ladi. Endi shu millatning lohiyachilari o'zining farzandlariga yoki o'zining millatiga nisbatan, kelgusiga nisbatan, avlodlarini tarbiyalashga nisbatan shu 1000 yillik, 5-600 yillik tarixining ichidagi odamga bunda aktiv energiya bo'ladigan, odamni ko'taradigan, masalan, o'zining burungi tarixi bilan faxrlanib, bundan keyinmi o'tmishdagi tarixga o'xshash bir obrazlarni yaratish uchun candan, maldan keçidigan bir holatga keltirish uchun loyihalanadi. Ammo aynı zamanda agar düşman bo'lib qolsa, yine şu 1000 yillik tarixning ichidan odamni tushiradigan, yo'q qiladigan, üzden üzge biz zati tugashgan millat tuyg'usiga, g'alaba qilinmaymiz tuyg'usiga ekib qo'yadigan tarixni ham yasaq bo'ldi. Şuңашqa biz bunun da özümüzün tarixini da əslashdan ilgili ve o əslashdan birga atrofdagi davlatlar, boshqa millatlar o'zining xalqiga tarixini qanday shaklda buryotdi, buni qaramoq lozim. Bular men mushu yaqinlarda men necha qitim darslar jarayonida bak tilga oldim. Türkler mesela, Türkler bir uzuqunu qo'shsak, shu bizning vatandan boshlansa o tarix, o da İslamiyet'in kinki devirlerini yakınki tarixlar qarasak, Selçuklu'dan başlap bir 1000 yıllık tarix var. Ama bu tarixte nurgun bir işli var değil mi? Nurgun zulmetlik bir devir var, qattiq çökken bir devir var. Eğer Eyüplü kultursa, Eyüplep yevlen yaksan qotadigan bir devir var. Lekin millet o'zining adamlarga tarixni qanday yetkazishni navbatda bilib o'tadi. Mayli ba'zi tarixiy filmlarni ishlash orqali yoki maktabdagi tarixiy darslar kirgizish orqali olsun, xalqiga nimani deyish, nimani demaslikni obdan bilib o'tadiki, tarixdan foydalanib millatni o'zidan faxrlanadigan, masalan, o'tmishda dunyoga xo'jayin bo'lganday bir xil tuyg'uga keltirib, bunda bir xil ruhlandırıb. Yani tarix degan nima desanglar, amaliyotda bir dora.
Ya adamni güçlendirip Kayser iradlı kıladigan bir dora, ya olmasa adamni asta halsizlandırıp ma'naviyatini o'ltiradigan bir dora. Düşman, bizning vatandagi düşman bizga o kadar ishlatdiki bizning tariximizni her bir Uyg'urninki bugun qanida şu kichik vaqtda o'rgangan tarixlari, edebiyatlarda tasvirlangan tarixlar, filmlarda tasvirlangan tarixlar bizga u yerda bu yerda yetkazilgan tarixning shakllari bizni asosan o'ltirish, bularga taqobil turolmaymiz deyish, o'zimizni kichik sanash, hatto shu darajaga boradiki, hukumat tutib qolsak biz tutolmaymiz. Xuddi mushuni bizni boshqarib bermasa, boshqarolmaymiz degandek bir xil tuyg'uga akilishda muvaffaqiyat qozonganchu. Abdurrahman Davatqan'ın kitapta bugün okumak çoğunumuz neymi o desangmi? Tarih adli narsa emas. Bir komandan o'zining tarixidan foydalanib bütün askarlarni qana qilib taylaydi, tik qilib taylaydi. Demakchi Abdur. Endi biz diniy o'quvchilar ko'p hollarda tarixni nereden olamiz desangmi? Payg'ambar alayhissalomning tarixidan olamiz. Undan sahabaning tarixidan olamiz. Eğer bizne muşu tarix, Resulullah'ın tarihi, sahabenin tarihinden algan tarih bizge bunda vücudumuzga bir uzuq bo'lmaydigan şop qalsa, hozir biz tugishib ketadigan odamlar. Bizning dinda mana da atrofga qarasanglar, hozir Turkiyaga qarab boqinglar, Yevropaga qarab boqinglar, Uyg'ur uchun az olsun, ko'p bo'lsin, o'xshamasin bir ish qilayotganlar azroq olsun dinda o'qib qolganlar. Obdan qarab bakın, bu bizning millatninki 100'den birisi dinde okumaklık. Yani %95% adam dinde okumaklık bizning millatninki. Mektepte okukluk, mayli to'liq o'quvchi o'qisin, oliy maktabgacha o'qisin, maktabda okukluk yoki o'qimaklık, günah tijorat qiliqlik. Dinde o'qib qolgan odamning soni %2% mi chiqmaydi. Ammo bugun chet elga chiqib shunda qarasak, yine şu azroq olsun, chiq olsun ish qilayotganlar aşı biz bayattin 2% mi çıkmaydı degen dinde okuganlar kılıvatıdı. Millet için özünün nimesini bir vatıdı anca munca. İşte bir vatıdı. Ama kagallar ço dese asasen yok ortada yok. Ortada çıkanlar mı köpünç vakitte mındalaka teşvikat karakterlik yani deydigan, yazıdigan teşvikat qiladigan ama amaliy o'rtaga chiqib bunda kuchini sarf qilib, tutqunini sarf qilib, vaqtini sarf qilib, iqtisodini sarf qilib ish qiladiganlar asosan yo'q deyarli qarindoshlar. Nima uchun dinda o'qiganlarda ashta bir ruh bor. Masalan, dinda o'qiganlarning ko'pinchisi mushal ish qilayotganlarning ko'pinchisining iqtisodi balki yaxshiligida emas hech qaysininki. Ama shunda olsa yine bu dinim, bu millatim deb nimishqa mang'udi desa, chunki biz o'qib qolgan azroqini bir tarix bizni hozir qadar shu bizga iyilik bo'lib bizga uzuq bo'lib bizni haydayotdi. Shu Rasulullohning tarixi, sahobaning tarixi, tarixda o'tgan go'zal tarixlar bizga uzuq bo'lyotdi. Lekin ash tarixninki biz o'qigan tarixninki endi biz bugun alanmaydigan bir tarafga qaysi desa uslub noktasini bugun salanmaymiz. Chunki Rasulullohning davridagi sharoit o'xshamaydi. Qo'llaniladigan uslub o'xshamaydi. Gerçi ruh bizni ko'tarsimi? Ruh bizni ko'tarib bir ishlarni qilishga siljitsimi? Uslub jihatda u uslub bu uslub emas yani. O kunning uslubi bu kunning uslubiga uygun kelmaydi. Sahabaning davridagi usul bugun kundagi usulga o'xshamaydi. Yani mush jihatda azroq bizning kamchilikimiz bor qarindoshlar. O'zgartishga tegishli, yani o'zgartish demay, yengillashga tegishli bir taraflarimiz var. Eğer aş taraflar alohida ahamiyat berilsa, mencha güzel natijalar o'rtaga keladi deb o'ylayman. Shuningga tarixga faqat sal qaramaslik kerak. Bizning 2-3 kunlik darsimiz va bundan keyingi bir 2-3 kunlik darsimiz mush haqida bo'ladi. Bugungi darsimiz shu tarixning muhimligi, qo'mondonning qo'lidagi bir ko'zur tarix degan. Bir liderning qo'lidagi ko'zur tarix degan. Da mesela nutuklarda olsun, yoki o'zining keyindagilarga ish ko'rsatishda olsun, bir og'iz gap bilan hammani ifodalay. Mesela bu Türklar hozir ashta qilyotdi, o'zining Selçuklu tarixi va Osmonli tarixi va shu tarixdagi bir og'iz odam bundoq degan yoki bundoq qilgan paloni Mehmet Fatih deb qo'ysa, bo'ldi hammalarning kallasiga 21 yoshida
Fatih Mehmet Sultan dese, İstanbul'da büyük bir şehrini fethiga adam keladi göz aldığımızga. Alparslan dep boğaça Malazgirt'ta üzdün neçe hessi cık düşmanını yenip Anadolu'ga Türklerin kadem basışıga ışıkını açkan bir yani şu vaxtdaki Bizans'a en ecillik zərb vergen bir kumandan keladi tariximizga. Yani bir aşta bir tarix var. Tarix degan muhim narsa. Şoň aptur bugunki dersinde başlawatydy. Yani gülleniş okuwçylarynyň akyldyki keng tarqalgan nimeler namuneler dep kelip deydi. Biz عندما نتحدث عن التاريخ tarix haqida so'zlagan vaqtimizda Peygamber Aleyhisselam'ınki mutahhara, müşerrefe bo'lgan tarixini da bayan qilib so'zlash ba'zilarga xo'sh yoqadi yoki Ömer ibn Abdülaziz'ning davriga sakrablan berib yoki Salohiddin Ayyubiyning davriga sakrablan berib ashlan tarixini bayan qilish ba'zilarga xo'sh yoqadi, lekin Abdurrahman davatqini bu tarixning alaqi bizning davrimizdagi navbatdagi uslub jihatdagi ba'zi o'xshmasliklarni ifodalayotir, lekin davrlarning o'tirdiki bu bosqichlarning o'tirdiki salbiy yoki ijobiy shakldagi shuningga asoslanib qurilish qilinadigan, undan natija chiqariladigan bayliq tajribalari qanchalik yani. Eğer kalla fakat bir ülge ya ki iki ülgünlenmişine okşaş bir misal ya ki iki misalından ölsüge alıdığan şop kalsa eğer biz bunu şu misalını yaxşı okuduk diyeligen takdirimizde Resulullah'ın tarihini yaxşı okuduk, sahabenin tarihini yaxşı okuduk diyeligen takdirimizde kallımızda şu bir iki misal bulup kaldığı şop kalsa şu vaxtıda bu kumandanın ki hasılatı intayın aciz olan buludu. Onun gaygışı ve bittali bunun işlağı kıldığın hükmü ve meselelerini seliştirişleri mesela özüra yıkıllaştırıp bunda birisi seliştirişleri nöbetlik reallıktan pavukula dirak ve talep kılınğan noktadan pavukula dirak oldu. Şu gep pek doğru gepço. Ben bayatım dedim ya Resulullah'ın tarihi, sahabenin tarihi bizge bir yili kulaklık. Uzuk kulaklık, uzuk. Lekin biz eğer kallımızda şu tarixlanam qap qilib, ondan keyinki bizning davrimizga ulaşgan kadar tarixli kallımızda yok deyli. Seliştirme yok deyli. Xulası yok deyli. Resulullah'ın davridagi şu hareketlerninki uslubu bilen bugungi uslubni oturdi farq qo'g'achqa biz darrov u yerdagi ba'zi prinsipni ala olasakmı, lekin uslubni ekip bilan bugungi salolmaymiz. Mush nokta bizning biroz masalalarga yuzaki qarab qilishimiz masalalarga bugungi jamiyatning talabiga haddan ziyod uyg'unlashamasligimizni keltirib chiqaradigan masala del misha bo'ladi qarindoshlar. Abdurrahman güzel bir temadan birini qo'yaqliq. Tarih kumandanın vasıtalarından bir vasıta, kurallarından bir kural deydi. Yani dedim ya bayat men dersinin başında azırak mukaddime şekilde dep öttüm sizlerge. Kumandan tarihki tayinip durup hemmini kılalaydı. Liza şunlaşka oygunuş hareketinin kumandaları tarihi misallarını tetkik kılış gerek. Çünkü tarih bunda okup huzurlanadigan bilinmez. Belki o nurgun neslerinin muhim nimelerden birisi, kurallardan, vasıtalardan birisi. Tarih misallarını çıkarış, komandanın nöbetki reallığı ve kütüvatkan kelgüsüge nispeten seliştirişlerini çıkarışının bir vasıtası. Tarih kanaat kıldırışının vasıtası. Yani siz bir şahsıyla, məlum bir şahsıyla söhbetleşken vaxtınızda tarihine ilham alırsınız, mişqa davatqan gepinizga delil keltirish uchun siz bir haqiqiy narsani gaqivatsiz, anda xiyol yoki gumon emas. Men deymaya, mesela biz bir qo'shin askar deyli. 100 kishilik askar, oldimizda 300 kishilik bir dushman bor. Askarlarimizning put qo'llari sal titrigildi, qanday bo'lib qoladi deb darrov nimani misol qilamiz masalan, boshdan tortib Badrni misol qilamiz masalan. Ondan keyingi tarixlardagi sahabenin qilgan urushlaridagi az sondan ko'p son ostida g'alaba qilgan misollarni tilga olamiz. Va ondan keyingi mesela eğer bizimizin tarixiga qaytsak,
Kürşatlarning misolini misol qilamiz, Alparslanning misolini misol qilamiz. Masalan, digil tursak bu alaqqa boshqalarga nisbatan chunki hikoya emas u, tarix, rost tarix u. Bo'lgan ish bo'lgandan keyin boshqalar shu orqali bu qig'ildigan ishga deydigan bir iroda qildigan gap. Va huwa adat li raf'i ar-ruh al-ma'naviyya. Ya'ni tarix ma'naviy ruhni ko'taradigan bir qurol deydi, qurol. Masalan, bu tarafida yani g'arb dunyosi egeş kişilerininki manevi ruhunu götürüşte tarihçilik orqali egişdigan uslubga qarab baqayli. Endi bizim de bu tarixni bu degan vaqtimizda bizdan qo'llanadigan narsa emas. Hatto g'arb dunyosininki tadqiqotchilari mu ashta qiladi buni. Hatto g'arb dunyosininki ma'rif shakli mu ashta qiladi. Qani ko'rib baqayli. Abtur bizga g'arb dunyosi misol kelibdi. Yani tarixni bir qurolga o'xshash ishlatish masalasiga kelsak, yani misol va selishtirishlarni chiqarish uchun qanoat qildirish uchun, ma'naviy ruhni qanoat qilish uchun, ko'tarish uchun ishlatiladigan bir qurol deydi. Qani ko'rib baqayli, tarix misollarni, namunalarni chiqarish uchun bir qurol. Tarixda deydi, tarixda reallikni o'zgartirish uchun harakat qilish xizmatlariga bir qarash bizni son sanoqsiz mümkün bo'lgan bir namunalar, misollarni oldiga qo'yadi. Da tarixga qarab baqsak, o'zgargan misollar ajoyib ko'p. Masalan, deylik biz bugun bakchichilango. Masalan, bugun Turkiya jamiyati, Uyg'ur jamiyati o qadar jangchilarga to'shab ketdiki, kimning rost, kimning yolg'on. Masalan, bu odamlarning da o'ylab qolaman, bu odamlar Turkiyada kapaydimi deydi. Bu asosan kallasın ketdimi bu adamlar deb o'ylab qolaman. O qadar chechilango. Birisi bir gapni ko'tarib chiqadi, oyog'i yo'q. Birisi meni tanqid qilib chiqadi, oyog'i yo'q. Tamam, buni sen tanqid qilding. Adağandikin bunun bir güzel ülgüsünü sen tapa, yok. Birisi bir fikrini taşlaydı, ikinci kademi yok. Bu acayip bir haletti biz. Yani bununla qarab biz dağınan biz tügeşken millet, hem de bizden bunu dinkin dep tursak, tarixga qarasak, bunundan mı çeçilangı bir davrani başına ötkizgenli var, nurgul milletler. Bizden emas. Yine qaytadan esliga kelib, o'rnidan ders tura olgan yeri var. Muşdan qarab, muşun misalga kelib o'tirib, masalan, falan millet. Bunda bizden mi öte çeçilangı qo'ydi. Ular yana qaytadan o'ziga kelib, hushini tepib, o'zini bir yerga ekilib, masalan, qaytadan g'alaba qila olgan desa, bir xil nim bo'ladi bu, ruh bo'ladi. Shu boshqalarga to'rildi, Facebook'da jiq ko'ramiz masalan. Davomli biz o'zimizni kimga selishtiramiz desam, Tibetliga selishtiramiz. Chunki ikki millatninki ixtiyo o'xshash. Ikki millatninki ixtiyo o'xshash. Umu shu Xitoyning da'vatini tatiyotgandan birisi, biz shu Xitoyning da'vatini tatiyotgandan birisi. Bizning davomli selishtiradigan ishimiz nima desam, balkim sizlarga aloqa ko'ngilli bu gaplarni takrorlamasam bo'ldi asli. Tibetlilarning nimishqa bir kuchli surgun dokumenti bor. Bizning nimishqa surgun dokumentimiz yo'q. Masalan, Tibetli bir lider dahini keyniga, Dalai Lama'nın keyniga tezlikli ekan, bizning nimishqa yo'q. Masalan, bu aniqi ko'z oldimizga tarix masalan. Ko'z oldimizga bir tarix. Ash tarixni o'zimizni selishtirib, ma'lum qila olibdi, biz qila olmaymiz. O'tgan asrdagilarni qilib ekan, biz qila olmaymiz. Degandek bir holat endi bu. Ya'ni tarixdan boshqa har misollarni teyib akelib, o'zimizni o'ng'ishash uchun ashni vosita shaklida qana qilamiz, ishlatamiz qarindoshlar. فما هي قراءتنا حول المشاكل التي واجهها قادة التغيير الحلول التي جربوها. Yani biz tarix orqali nimalarga erishimiz desak, erishdig'imiz nima desa, yani o'zgartish, hal chorati qo'mondonlari duch kelgan masalalar haqida va ular sinab boqqan hal qilish chorasi haqida bizning o'qishlarimiz nima, bu oldimizga chiqadi. Burun qanday hal qilib ekan, nimalarga duch kelib ekan, masalalarni qanday yengib ekan, bular oldimizga chiqadi. Masalan, biz nima o'qiymiz? Başqalar tarafidan qarshi turilmagan payg'ambarlarning tajribalarini o'qiymiz. Başqalar tarafidan qarshi chiqilgan payg'ambarlarning tarixini o'qiymiz, tajribalarini o'qiymiz masalan. Rasululloh başlash nimasidan
şeklidan, ko'rinishdan o'zgartish, ko'rinish paydo qilishga yo'tkilish uchun sinab baqqan urinishlarninki, tajribalarning soni qanchalik masalan. Bir hareket avval başlanıdı. Resulullah'ın hayatına qarasak, avval başlanıdı. Başqalar tarafından aşı başlanış mana destilib ketmey, uçurilib ketmey, sağlam bir şekilde başlana alsa, mevcutluqqa e'tirof qilinadi. Mevcutluqqa e'tirof qilinib bo'lgandan keyin an başqalarni o'zgartish holatiga yetadi. Bu anda oson ish emas. Resulullah başqalarni o'zgartish holatiga necha yilda o'tdi. Muşuna tarixidan qarab tushunamiz masalan. Qancha yilda Resulullahning mavjudligiga qabul qilindi. Başlanış qanchalik mesela qiyinchiliklarni beshidan o'tkazib an o'zining iziga tushdi. Mushunaqlarning hammani biz tarixdan qana qilamiz, o'qiymiz yani. Men davom tekrar davatime qarindoshlar, mush tarix o'qish degan vaqtda bir kitob varaqlab o'qish emas. Kitobdan faqat ma'lumot olamiz. Masalan, Rasulullohning tarixini o'qiymiz kitobdan. Ammo o'qug'liq Rahiqul Maxtumni o'qug'liq masalan, Nurul Yaqinni o'qug'liq. U bir o'qimadan kitob o'qish. O'qib bo'lgandan keyin uni qaytadan o'qiymiz uni. Yani bunda o'ylanamiz, tafakkur qilamiz, xuloslaymiz, bina yakun olamiz masalan. Va unda bunda tizib kitobni joziga tizgandek ko'nglimizga tizimiz va bizdan qilayotgan ishlarimizda udul kelgan udullaymiz. Bunda biz selishtiramiz, shu orqali o'zimizga tajriba to'playmiz. Ma shaklda o'qishni davom etaman. Muşu türlük urinishlarninki ifodalari nima? Mahiya dalalat hadhihi al-muhawarat al-mutanawwi'a. Wa ma hiya al-istijabat al-mukhtalifa li qadaya al-waqi' wa ma dalalatuha. Yani reallikning masalalariga o'xshamagan shakldagi inkas qaytirish nimalar? Rasululloh qanday inkas qaytargan? Istijobat degani inkas qaytirish yani. Va buning ifodalari nima? Bizga nimani ifodalaydi? Rasululloh falon ishga qanday muomala tutgan? Bu nima demak bu? Masalan, Resulullah'ın hayatı da hem iş inek koğa, bizge tarixlab kiliglik aşı meseleler. Mekke'deki hayatı inek Resulullah'ınki, hicret hayatı inek, Medine'deki hayatı inek, ahirki vaxtlik hayatı inek. Resulullah'ın Mekke devrinde qilgan bazı tutgan pozitsiyaları Medine'deki devrige o'xshamaydi, Medine'dekinin beşidekilen ayrıdaki o'xshamaydi. Bular nimani ifodalaydi? Yani bir xulosa chiqarish masalasi. Wa ma hiya al-ibra min taharrukat al-alaviyyin, yani elçilerin ki hareketlerinden nemi ibret alımız. Mesela elçilerin hareketi degene, mesela birisler ya, töt sahabının, töt halifinin devre ketkendiğin ki yılla, Ali radiyallahu anhu an ahirista şehit kılındı. Oğlu Hasan radiyallahu anhu mu Hüseyin mu haliflikini taşlap bekleyin. Eleştir baktım ya. Haliflikini Muaviye'ye taşlap bekleyin. Şundan ki yıllar Emevi devri başlandı. Emevi devri başlanışla birge yeni bir hareket başlandı. O olsun neymi o dese Ali radiyallahu anhu şehit kılıngandan keyin oğlu Hasan radiyallahu anhu halifelikке layıqdı. Hasan'dan besim işletip turup halifelikni elib aldı. Yani halifelik İslam hakimiyetinin ki şu vaxtki hukuku Ali ailesiga tavati degan tashabbusdagi bibliik adamlar o'rtaga chiqdi. Bu Umayyaning oxirgi davrigacha davomlashdi bu. Buning ismi Alaviy. Hozirgi Alaviy emas, chunki hozirgi Turkiyadagi yo Suriyadagi bir qism Alaviylar u emas. O vaqtdagi Alaviylar normal musulmon odamlar o. Alhamdulillah. Andakin ularning tajribalarininki aqibati. Ularmı kömügen günüsü yok arkadaşlar. 90 yıllık Umayyi devrini başına ötkazdı. 90 yıllık Umayyi devrini. Andakin yine kalbe kılanmay kim ortaya çıktı? Abbasiyeler ortaya çıktı. Abbasiyeler tarafından mı yani okşaş Alevili yani zerbi kuşaklık mesela yani şu vaktaki Aleviciler. Yani Abbasiyelerinin hareketini aldığın ibretimiz ve olanın uftukya mesela. Abbasiyeler kandak olap Umayyilerini örüp bir hükümet kurdu. Bu ikisinin devrinde yeni bir hareket turu var. Havariciliğinin hareketi. Yani havariciliğinin hareketi ve akıbeti ondan başkalarının hareketini qanday ibret alıp. Yani İslam tarihi hareketke toşaqlıq qandı. Normal bir hükümet ona karşı bir hareket. 2-3 xil hareket mesela. Bular qaysi qalbi qilaldı, qaysi qalbi qilanmadı. Qaysi ma'noqlarning hammani o'qimoq lozim qarindoshlar.
Ondan xulaslamak lazım. Mesela deyli, tamam. Onudun keçtik endi. Germaniya, Fransiya, Angliya, Rusya, Xitay tecrübelerine qarab bakalım. Bulardan nima o'qiymiz mesela? Bularning hammasi her güzellikle burundan tartib asmandan chiqib qolgan bir hukumat emas. Yine birisi chiqib aqibati maala dengib natija aqibati dengib. Birisi chiqib o zalimleşip ama da bir gapçı birodarlar. Bu insonchilikda insonning tabiati shukan. Bir adamning gapi o'taversa, hammasi xo'sh-xo'sh deverse zalimlashgancha insonning tabiati shu karamdi. Sizlar biz nima o'zimizning holimizga boqmay, shunday bir imkoniyatimiz cho'ngib ketsa, ancha-muncha cebiyatdagi o'rnimiz ko'tarilib ketsa, haq gapimizni ang'oltsa, bizda bir nim paydo bo'lib qoladi, ya'ni kibr paydo bo'lib qoladi. Aqallis. Alloh saqlasin hammalarni. Hakimiyetdagi işte kuch olgandikan, pul olgandikan, xalqning hammasi xo'sh-xo'sh deb turgandikan zalimlashdi ekan. Mayli o musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, dunyo insonning g'aloyidligi xarakteri shu ekan. Şu tarixda qanday hukumat olsa, bemezgildan keyin zalimlashadi, buni haq o'riydi. Bir harakat chiqib. Bu shu Germaniyadami bor, Fransiyadami bor, Angliyadami bor, Rossiyadami, Xitoydan bor. Xitoyma taxbi edem bo'lib, o'ydim shuni adaptı bir qarindishimiz. Edem bo'lib taxi o'zining bir normal izzetini o'zicha tapqilib uzun bo'lmadi. Xitoy tarixda izliblanmagan haqamdi. Endi yani Janubiy Amerika bir devletleri var mesela. Janubiy Amerika devletleri var. Bulardaki inqilobning tecrübeleri nima? İbret qanaq mushlarning hammani qanday qilmoq lazım? O'qimoq lazım endi. O'qimoq lazım. Yani bu kadar vositalarning türlük köplüğü, misallarning türlük köplüğü bizga bir kengirchilik kirdi asli. Bularni agar o'qiy olsak, himmat qilsak, la hasra laha. O sanoqsiz bir kengirlik nurdi. Mayli strategiya seviyesinde olsun, yoki taktik seviyesinde olsun. Hammasidan bir tecrübe chiqadi eminiyatda. Hammasidan bir strategiya belgilash iqtidor, yani uslublarini, taktiklarini olamiz. Çünkü fekullu tecrübedeki çünkü her tecrübe bir özgertiş. Yoki ma'lum jamiyatdagi gullanishninki, ma'lum jamiyatdagi bir gullanishninki nimasi bir yig'ilishi bu. Yig'ilishi. Mahiya illa bular faqat bizga qat-qat qo'shilgan bir ma'lumot, xibrat degan tecrübe yani. Ve ders savaqki o'rganishga ehtiyoj bor. Hemen o'rganish kerak bu ana. Del qo'mondonlarni mana voqealiklarni o'qishga mashqlantirish, voqealiklarni birisi bilan bog'lashga mashqlantirish, selishtirishga mashqlantirish, bular va amalun namozij bunda misollarni qilish bu gullanish o'quvchilarininki tunji ishlaridan birisi shu. Ehtishot, to'planish, yig'ilish degandek ma'noda, yana shu tag'yir asosan o'xshash keladi. Daha xuloslab yig'di bir yergacha. Andoğandikan muşnun qarğa vaqtda mening kallamga kelgan bir gap bor qarindoshlar. Bularni bizday millat nemish hozir bundachu men sizlarga bir gapni deydiz araliqida. Mush darsda hozir bizning mush darsimizga qatnashman deb to'pga kirgan bir 80 o'quvchi bor. 90 ne ishibdi hozir. Kirmagan nurg'un qarindoshlar bor da, nihoyatda iqtidorli, qobiliyatli, jon desa jon, mol desa mol uradigan. Hozir bizda jon birman deydigan odam bor, yetarlik mencha chiqadi. Mol urman deydigan odammi bor, chiqadi. Ammo birlam narsa yo'q meni bilishimcha. Nima ish qilish masalasi. O'sha jondan nimaga beradi? O'sha molni nimaga beradi? Birlari ko'tarib kelishi mumkin bir ishlarni. Birileri kurallık hareketini götürüp gelişi mümkün, birileri siyasetini götürüp gelişi mümkün, birileri yeni bir nesli götürüp gelişi mümkün. Doğru. Hemisi iş ya. Ama bizden tam bir məqsimiz olan vatanni düşmanın quludan azat qılıp Allah'ın kelimesini üstten qıtqan bir nişanımız olan için ama birden başlap birinci basqıç, ikinci basqıç, üçüncü basqıçlar en ahırda bizni aş nişanı aparatqan bir planlıq, küzümüz yititqan, zadı canını, malını bəsək ərz etqan bir planı var, işin birisi yok ortada. Belki mutlaqlaştırıyotqan buluşum mümkün. Şəxsən mən hazır qədər
resmi bir plan şekilde iş kıldım demeyemem üzerime şu şahsen. Eğer resmi bir işinin beşi başlanıp ahirisini kurbanlık bəsəklam çıqılıldığan bir derecede kürelisek mence can bıradığallah haddi hesapsız çıkıdı aramızdan, mal bıradığallah haddi hesapsız çıkıdı. Hazır işenmesen mesela müşterisinden qaytqandan keyin özra olturup paranızla fikir almak turgan qarindoshlarga nima ish qilamiz deb bir savol qilib boqinglar. Birisi onu qildi, bunu qildi deydi. Şu belki birinci, ikkinchi bosqichni tar doiralik ya 6 ayga yaraydigan ya 1 yilga yaraydigan ishlarni yoki haq qilayotgan buni juz'iy ijtimoiy faoliyatlarni qilamiz degan fikr chiqadi. Lekin sistemlik baştan oxiri planı ine qo'ygan bir ish o'rtada yo'q. Nima ish yo'qmish desa, chunki degandek cho'ngimizdan kichigimizgacha tarix o'qimaymiz. Tecrübelerini xulosalab yakunlamaymiz. Yine kurashtirolmayapmiz. İşlarni munaqat vaqtda kurashtirolmayapmiz qarindoshlar. Hem öyle birden parçasını götürüvelik. Men bir parçasını götürüp turmay qo'limda. Mush ishning yaxshisi mushu debchi. Yeni birisi bir parçasını götürüp turdi. Yeni birisi bir parçasını götürüp turdi. Bunu kurashtirib, bunun birinci qadami miya keldikan, ikkinchi qadami miya keldikan, uchinchi qadami miya keldikan, dosma ishni miyadan boshlayli, miyada bir demalli, uni keyin munda qilib, munda qilib, oxirida Xitoy yurtimizni qanaq ketsin, chiqib ketsin deydigan bir plan bo'lmayapti. Eng mening shaxsan ishimni siqiyotgan narsa shu. Va o'ylaymanki, o'zimizni oldiganning foydasi yo'q ba'zi nuqtalarda debchi. Ya qilayotgan ishimiz hammasi yaxshi ishlar, men uning yaxshi ishligiga shaklanmayman. Bugun o'rtada kim nima ish qilayotgan bo'lsa, haqiqatan yaxshi ish qilyotdi. Chunki din uchun, millat uchun bir qadam og'adani men suymayman. Yaxshi ko'raman haqiqatan da. Ammo davatqinim biz resmi millimizni, jinimizni atug'udek o'zimizni unutib, hammamizning kechib atug'udek o'rtada bir plan, bir harakat shakllanmayapti. Ya'ni kurashtirolmayapmiz qarindoshlar. Bundan hammasi nima desa, men o'tgan nechrat misol oldim. Bir oshxona ochib boqmoq odam yana oshxona ochgan vaqtda nima ish qilishni o'qimaydi ya. Chunki tajriba yo'q. Ya'ni bizda navbatda bir tajriba yo'q yani. Hammalarni sinab boqyapmiz. Ikkinchi chekyapmiz masalan. Sinayotgan vaqtda birinchi, ikkinchi, uchinchi qadamlari biroz o'xshasa buni chiqib bilan qanaq qilyapmiz boshqalarga. Zat ishning hammasi mushu shaklda tashviqot qilyapmiz. Kim qilsa shunday qilyapti? O menga faqat lekinde echilayotgan ishga bedin taqilib qilib, ma'ag'an qadamlariningki 2-chi, 3-chisidan keyin 4-chi qadam elinanmasa asta o'mijimib qoladi. Kirib uxlab qoladi. Andan keyin yana birisi bir 2 qadamni oladi. O shu olgan qadamlari azroq bir o'xshaydi yoki o'xshig'ilivassa uni kishilarga butun ish mushta tashviqot qiladi. Ma bizning hali qanday ketsin, charchab ketgan bir padaga o'xshaydi. Da tasavvur qilib bir top pada. Bir padichi soldan chiqadi, hammani hush deb isqirtidi, butun padlash taraf yuguraydi. Yugurib basa bir ish yo'q. Undan keyin yana bir padichi hush deb isqirtidi, u yana bir tarafga mangadi. Butun padlash tarafga hurra. Onun qaşqılasa ish yo'q. Ashtalabma bizning xalqimiz bak herib ketdi. Raslan bak herib ketdi. Bağmağan cengah qamidi, bağmağan namoyish qamidi, çalmağan, atmağan imzo qamidi. Mesela, endi nima ish qilarki men ma'ni tasavvur qilyapman-chu. Buni nisbatan kulaymi, yig'laymi uqmayman. Ya'ni bu umumiy menda bir tarixiy tecrübelerni birleştirip, birisi bilan bağlab, planlıq bir şekilde ahırga çıkıdığan bir sistem tüzenmeyatımız, kurashtirolmayapmiz, tekrar zemini kurashtirolmayapmiz, qanday qilamiz endi şu hasbunallohu ve ni'mal vakil deyishdan boshqa gap yo'q. Allah bir yo'l beray inşallah. Bir oldimizni açay inşallah. Qanday qilamiz? Şu bar yalloq şu ama mujni e'tirof qilish mencha pek cho'ng ish. Men bir narsani qo'shib qo'yay mushada qarindoshlar. Manda bularmaki manda derslerindeki bir selbi tarafı var. Manda derslerinin qanday selbi tarafı var desanglar, ko'pincha vaqtda burundan tortib mening oldimdan o'tgan ish. Bunda mazmunlar tushuntirilgan vaqtida
reallıqdaki ko'z oldimizdagi ishlarninki rasmiy ish emasligini his qilyapmiz ya. His qilgandan tortib atrofdagi kishilarning hammani inkor qilib qolamiz. Moba xatarlik. Men hozir ashunda bir salbiy taraf bo'lib qolmasdan bu gapni qo'shyaptim adalasiga. Atrofimizda qilinayotgan ish hammasi go'zal yaxshi ishlar. O'z navbatida juma, ammo buyuk plan emas. Lekin navbatida yaxshi ish. Millat uchun bir qadam odamninki ikki qo'li xudini tutib peshonasiga suyash kerak qarindoshlar. Masalan, ba'zilar uzluksiz Yevropa, G'arb tavasida yashab to'xtamay harakat qilyapti. Xalqaro beshamol chiqarish uchun olqishlash kerak. Ba'zilar xalqning iqtisodiy qiyinchilikni hal qilamiz deb chepyapti, olqishlash kerak. Ba'zilar aqallisi bir Qur'on kursini ochib, xalqning maktabda o'qiyotgan bolalarning bir Qur'on savodi yo'q. Diniy ta'limotsiz cho'ngib qolmaslik uchun tirishyapti. Bularni olqishlash kerak. İşte çoğun kichik demayman qarindoshlar. Çoğun kichik demay hammani olqishlash kerak. Ammo men bir narsaga qarshiyki, bir odamning o'zining qilgan ishini kulli shay ideologiyaga qarshi. Hamma odam o'zining qilgan ishiningki bir hajmini bilish kerak. Hajmini bilish kerak. Ya'ni masalan deylik, G'arbdagi Yevropa tarafdagi qarindoshlar men bayatni deganday siyosiy yo'lning ishiklarini qaqib bizning derdimizni anlatib, xalqaro Xitoyni yolg'iz qo'ydirish uchun boshqa tarafdan besim solishni harakat qilyapti ya. Dedim, olqishlayman, ammo butun millatning hammasini osh tarafga og'dirish hojatsiz. Chunki unda jiqadam ketadigan ish emas u. Chunki ishni dang'ida yeb bo'lsa, to'xtab qoladigan ish. Men to'g'ri tushunman. To'g'ri, tarafdan namoyish qilamiz. Namoyish qilgan vaqtda bu bir bizning düşmanga nisbatan bir o'tliq g'azabimizning ifodasi bu. Buni millat chiqish kerak. Lekin buni kulli shay zodi millat qilsa zodi halutqan hamma ish halutqan. Millat butun ishlarni tanlab zodi hammasini mushna qilish kerak. Bundan boshqa ish baka mushna qilyapsa, vazifada oldu, mahaletga akilish yana men to'g'ri topmaydigan bir ish. Uningga o'z hajmini bilish kerak. Toki mushu millat o'zining dushmandan qutuladigan bayatın degandek baş arxası iniq bir sistem plan ortaga qo'yilganga qadar ilingan har qadam qilingan har ish madhiyalanadi, olqishlanadi, yordam beriladi, ammo kulli shay emas. Millatning top yakun o tarafga olib o'tishning manda bir zarari borki, ma millatni nimadan ketkizamiz? Psixikasini buzib Mademle ertögün, bunda bir iş var ya, bizim bir küçük vaktimizde bir hikaye vardı. Bir küçük bala, kungal etiş için börek elde edip vakraydı. Şimdi olan o böre kemeklik hem de. Hemmisi kaltaklarını götürüp alsa yok. İkinci katım, yani börek elde edip vakraydı. Yani kaltaklarını götürüp gelsi yok. Üçüncü katım, rast börek elde vakitte börek elde edilse hiç kim kemeydi. İmza at dedi. Vay imza attın mı? Degen sual modu sualga aylandı. İmza atmağa adamның imanı bir narsaga aylandı. Yok. İkinci qatam onun da olmadı. Bundan keyin resmi imza atadigan vaqt kelsa, balki hech kim atma. Hozir bugun birisini imza atilmasin nima imza deb so'raydi. Shuna bir kunlar keldiki, men bu yerda davat qilgan vaqtda har ishni tanqid qilmoqchi emas, ammo bunda masalaning xarakterini o'z hajmidan yo'g'onib olmaslik haqida misol qilyaptim. Namoyish dedi. Namoyish tas qoldi bir büyük eng cho'ng jihad akbarning qatoriga chiqib ketganligi chiqmagan odam bin bo'lib ketganlar qopti. To'g'ri ham chiqish kerak, o tashabbus qilish kerak. Bu bir qarshilik, dushmanga qarta g'azabimizni ifodalash. Ammo kulli shay emaski, xalqqa anda tuyg'u olgandan keyin bir qitim chiqib baqib, ikki qitim chiqib baqib, uch qitim chiqib baqib, binas bo'lmaydi. O'zgarish bo'lmaydi. Qo'yavishni deydi menga. Yo'q, namoyish unda xarakterga kelib to'xtab qolsa olmaydi. Qilishga tegishlik bir ish har zaman navbatga kelib qolgan vaqtda qilish kerak. Millatga uni hamma ishlab tushundirmay, bunda bir ishlab tushuntirish kerak. Bunda bir namoyish deb tushuntirish kerak. Buning doirasi miyadin-miyag'icha xalq buni tashlatishga bo'lmaydi. Bizning mavjudligimizni ifodalash, balki har yili necha 10 qitim qilib turamiz. Buningga cho'qim tirishchilik ko'rsatmaylik degan nuqtada turib chiqish kerakki, anda
eşeğilam çıksa bütün iş hal otkan, tuyğuğa ekep açıkkandan keyin lar ikinci qatim hal olmaydigan işler taşıdı digan gap. Mesela guvala qurish sin videolari. Muşumu bizning qilayotgan ishimizdan birisi ya. Men burundan arzu qilgan narsa nima desam, bizning xalqning hozirgidek dadilligi. Hech kim burun gaqiqil olmaydi ya, resimga chiqib olmaydi, videoga chiqib olmaydi, dadilligi. Men burundan tashabbus qilganim shu. Mesela Falastinliklarninki bugun balasini tutib ekrik kesse, voy biz chiqib qolsak chataq chiqdimi? Aytsam onasi chiqadi videoga. Ya acısı çıkıdı, ya akısı çıkıdı, dadısı çıkıdı, balamız tut ekirkette dönügen dep şu. Başka yanım şu. Palestinler emas, her kandağı şu. Bugün Türkiye'de birisine nahak tutup ekirketse etsi çıkıdı. Bu mayda oluş gerek. Ama bütün iş o emas ki, eğer onu bütün iş aşu ditkan tesavvürlen kıldıysa, bir kıtım çıkıp bakıp, iki kıtım çıkıp bakıp, üç kıtım çıkıp bakıp, iş el olmasa, kıyavuşunu deydiğin halet gidiyordu. Şuna her işe öz hecmini bir iş gerek, öz hecmini kötü atmazlık gerek. Yani demek çoğunumuz şu qarindoshlar. Gap biraz boshqa tarmoq temalarga kirib ketdi. Mesele ba'zi meselelarga xato tushunilsin deb. Men ba'zi nuqtalarni bu yerda so'zlab, hozirga qadar bunda oyog'i chiqadigan bir plani yo'q degan vaqtimda atrofda bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy faoliyatlarning hech qandayga 1% mo ya xato yoki bunda ayiblash, inkor qilish pozitsiyasida emas. Men shaxsan, chunki takrorlasam qılınıvatqan her xizmet təqdirləşkə, mədihləşkə ərziydiğan xizmet, amma her xizmetke özünün nimisini biriş gerek, həcmini biriş gerek. Men manın təşəbbüsçisi. Yani, eniqraq desem, men bika qalıqı bölgəldə hikayesi misal qınmayımı, xalqını aldımaslık gerek. İşanın həcminin qançaklıqını aşqı adam özü bilidi şu qarindoshlar. İş qılıvatqan adam özünün qilayotgan ishining hajmining qanchakligini Türkçe büyüt deydi ya, o ishning büyütününki, yani nereden başlanıp nerede to'xtaydiganligini o'zi biladi. Men haq oldimaslik kerak. Chunki haq bir qitim oldinadi, ikkinchi qitim oldinadi. Rasmiy maydonga chiqib, jinni birdigan, qinni birdigan vaqtida, melni birdigan vaqtida börekel doludu. O vaqtda yo'q deydi. Bizni aldavatsa deydi. Şuna bu dinga, bu milletga xiyonat qilmaslik, har odamning qilgan ishlariga üzgüçlük həcm birishlan bo'ladi qarindoshlar. Agar o'zining hajmidan ziyoda hajmni bilib tashviqot qilish yaxshi ish, ammo hajmidan oshib tashviqot qilish bu bir xato ish qarindoshlar. Buning oxirgi natijasi bo'libmi da'vo ishida, bo'libmi siyosiy ishlarda bayatın degandek bir to'g'ri olmaslik, durust olmaslik ahirida bek ig'ir oqibatlarni keltirib chiqirdi. Balkim qiyomat kunisi hamma bilan yuzimiz qor qubab qilishimiz mumkin bu nuqtada. Men demoqchi bo'lganim shu. Yani tarix adat li raf'i ar-ruh al-ma'naviyya. Ma'naviy ruhni ko'tarishningki bir quroli tarix. Richard Honig o'zininki dangliq bir kitobi bor. Allohning quyoshi g'arbga chiqadi deydigan, g'arbga parlaydi deydigan. Ash kitobda shuna deydi. Kim 100 yillik tarix kitobini varaqlab baqsa deydi. Ma g'arbning gapi juma, g'arb qanday o'g'ituglik bu o'zining xalqiga tarixni desa, bir misol qilyapmiz ya hozir. Bir gapni qistirib qo'yay. Ma g'arbning biz demokratiya deb bakbi maqtishdi ya insonlar g'arbni. G'arbning tüp asosiy prinsipi o'zining manfaati asosida bo'lg'achqa, hatto tarixni o'zining xalqiga bayon qilishdimi, shu asosda bayon qiladi. Endi rost tarix deydigan gap bo'lmaydi. Men rost tarix deganim yolg'on demakchi emas. Men iboyatni bir narsa misol oldim. 100 yillik tarix desak, masalan biz Uyg'urlarninki 100 yillik tarixini biz xalqimizga bayon qilmoqchi bo'lsak, cho'qim xalqqa 100 yıllık tarix işida yuz bergan ishlarning hammani deyishimiz majburiyat emas. Deydigan yeri, demaydigan yeri. Hatto amaliy bo'lgan tarixning demaydigan yeri bor. Chunki desak salbiy ta'sir qiladigan. Tam g'arib o'zining xalqiga osh shaklda anlatadigan dunyo tarixini qana desanglar. Kimki 100 yillik tarix kitobini varaqlasa, arab xalqining ismini
98% de tapılmaydı deydi. Ama öyle mi? Dünyanın halkının nüfus qarğa vaqtda ma Arap yazgan kitap oqısh Arapning gapini qiladi. G'aribliklar tarixdan tatib dunyoning umum ishlarida qanchalik o'rin egallasa musulmonlarmi tabiiyki unidan oz emas endi. Chunki musulmonlar 1400 yildan buyon dunyoda hukm surayotgan millat bo'lg'achqa uning ta'siri oz emas. Lekin g'arib o'zining tarix kitoblarida ashta dunyoda 1000 yildan ortiq hukm surgan millatning ismini tilg'ab qo'ymaydigan gapdi. Nima ish bilamsizlar? O'zining farzandlariga kimni cho'ng ko'z tush, kimni kichik ko'z tushni biladi. Kimni cho'ng ko'z tush, kimni kichik ko'z tushni obdan biladi. Va hatta bugunga qadar dunyo tarixi g'arb insoniga nisbatan, maktabdagi o'quvchiga nisbatan qadimgi Misrdan, Babilondan tez o'tib ketadi. Babil degan hozir Iroq. Amaliyotda qadimgi Misrda edi, Babilon deyli, bir insoniyatning qadimiy tarixiy bir büyüklerinden birisi. Lekin g'arb mushulni unda tezlam, shaqqida xuddi kallada yo'qdak. O bir dunyoda bir buna yangi bo'lib ketgan ishdak masalan. Andan keyin bunda Grek shaharlari, Roma, Mavlada kengayib shaxslar. Yanımda diqqat qilsanglar, o'zining farzandlarininki kallasida kimning yıldızını oldirib desang, yine o'zining tarixining yıldızını. Greklarninki Roma'nın tarixini. Andakin Bizansdan tez o'tib ketdi. Andakin Hristiyan o'tir asriga o'tib ketdi. Nima ish qilsa, yangi asriga tuga. O'tirdiki bir yerga Bizans asridan tez o'tib ketishning sababi chunki bir qaranliq davrendi. Zulmatlik davri. Ya'ni bu yerda mush abzasdan bir narsa xuloslaymizki, g'arb o'zininki dunyoda buna tushib ketgan davrlarni aslo balroq o'rgatmaydi. O'zining dunyoda pasporunu uçup kalgan, mağlup olgan devrini asla balları öğretmeydi. De balları tarih koşunda kalırsa, dünya tarihi başalganını tatip biz g'arbninki ekan, güllengenimi bizken, ama bugün o'zining ahvoli qarab baxsini güllengeni o'zi. Manda ko'rinadigan gap. Men Misrda acayip bir ishdan cho'chigan qarindoshlar. Bizga Azharda tarix kitoblari var. Tarix kitaplarida qarasam Misrning tarixini nimadan boshlabdi? Asosliqi Mamalikning davridan. Misrning o'zining shu ma'rif idorasining belgilab bergan kitoblarida Fransiyaning besib olgan 3 yillik tarixi var Misrning. 1797dan 1800 yilgacha deymi? Esimda shu tarix shunday qilinglar, balki santam to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin 3 yillik biroz. Fransiya 3 yil besiblik 3 yıl içinde Mısır'ın o güllengen nurgun işlerini söz otağılık atarıqda. Fransiya Mısır'a kirdi dep yazıqlıq. İşğal deyen gepni bək qımaqlıq. Şu vaqtda Mısır'da boğan teraqqiyatlar, Mısır'daki özgürlüklerini o kadar yazı otağılık. Andakin Engeli'ninki besi olgan bir vaqtı var 70 yıllık atrapıda. O vaqtıldı mı naiti Mısır'da çok özgürlük olub ketkenlikini yazdı tarixda. Andan onun aldığı tep Osmanlı'nın vaqtiga kelsa, aşı sapla xalqning nadallashgan, sapla xalqninki bin bulab ketgan, zulm uçurgan, an ishlatgan atalg'isi nima desang, Osmanlıga qarata ishg'olchi, mustamlika, ma shakl ishlatganlik. Men shu vaqtda ustoz yaxshi demdi, kitob ochdi. Salaliqi o'kti qoptumchi, bu qanday tarix bu desam, ustoz ortiq qilmay sana ben haqiqiy tarixchi qilgan kitobni deb berayda, bir ish kitobni tavsiya qilgan bo'ldi. Ya'ni hosil kalam nima u desanglar, har qanday bir davlat o'z ideyasiga qarab turib tarixni yozadi. Buna deganlik yolg'on yozish deganlik emas. Ash ba tarixiningmi yozishga tegishlikini yozadi, yozishga tegishli bo'lmaganini yozmaydi. Bu orqali o'zining ideologiyasini, o'zining xalqiga singdirdi. Qaranglar, yerdagi bir abzasdan olingan narsa nima desa, g'arb Babul andan keyin qadimgi Misrning gaplarini qilmaydi. Bu insoniyatning büyüşki asli, insoniyatning asli boshlanish nuqtasi shu. Andan keyin
Greek medeniyeti, Greek'nin öz vaqti Greek dünyası, Roma bunu qattiq kengirsileydi. Çünkü bu vaqt favqulodda gullangan bir davr. Dunyoga g'uj olgan bir davr. Medeniyet taqatgan davr. Bizans davridan tizlam o'tdi. Halaqi qaralliq, halaqi zulmatlik bir davrlar. Andikin o'rta asrga kelib, shaqqiday uzun ma'laqi xristianlik bir hukm surgan bir zulmat qolgan bir davr var. Bu davrdan shaqqiday o'tib, hozirgi yangi davrga kirdi. 16-asrdan keyingi taraqqiy qilgan davr. Endi qaysini kengirsileydi ekan desa, shu Greek davri bilan Roma davri, dunyoning 3dan 2sini egallagan davrini jiq so'zlagan ekan, o'quvchining kallasi yo'q. Biz Yevropaliklar, biz g'arb dunyosi dunyoni so'rab ekanmiz juma desa, o'tirdiki necha asr ham deb 10 asrdan ortiq mezgilni shaq-shaq qilib o'tkazib lekinde 16-asrdan keyingi taraqqiy qilganga ulib o'tgandan keyin navbatga ahvoli qarasimi dunyoda xo'jayin necha ming yil ilgirki Greek Roma tarixini o'qisimi Hind dunyoning xo'jayini bo'lgandan keyin balaning ko'nglida qanda bir psixik paydo bo'ldi desa, xo'jayin biz. Dunyoning takdirini belgilaydigan adam biz deydigan shaklda yetildigan gap. Halbuki 1000 yillik o'tirdiki 10 asrga yaqin zulmatlik davrini so'zlamaydi bolalar. O'zining qanchalik past o'rniga uchib qolgan bir 1000 yillik tarixi var, 10 asrlik. Zulmatlik bir davri var, bisning güchini yaratgan. Ormanda yaşaganday bir chiqanda bir feodal bir davri var deganimda insonlarni izib bir taraf qilayotgan. Hech nimani so'zlamaydi. Haydi, yengillik deb ketadigan gap shuni bilan u odamning, u bolaning kallasida xo'jayin tuyg'usi Yevropaliklar butun dunyoning sistemasini boshqarganlar bizda bugun hammasiga tanglayotgan natija shu. Boshqa narsa emas. Bugun sen devletini onda başqa, sen devletini bunda başqa, sen devletinde insan hakları uçuraptı, sen devletinde bunda uçuraptı. Demokratik qilsa, o qilsa, bu qilsa degan gap xo'jayinlik havochu. Bu xo'jayinlik ideyasi boshqa yerdan kelmaydi, tarix o'g'itishdan keladigan gap. Endi bizga qanday tarix o'g'itilgan, qaytadan qarab chiqishimiz kerak. Halbuki bizga o'zimizda tushiradigan, zaten boshqa millatlarimiz biz yashayamaydigan, beqinde tariximiz o'gitildi ekan bizga. Hatta ruhimizning tushirilishi uchun sonlarimiz around 10 milyon, 8 milyon mesela. Ma şekilde o'gitildigan gap. Bizning O'rta Osiyodagi hukm surgan davr, Qaraqallar davri mesela. O asla o to'g'riliq gap yo'q. Bo'lmasa amaliy tarix Hindistonni bizning boshqargan tariximiz deydi, o o'gitilmaydi bizga. Hech kim tarafidan, hatto o'zimizning odamlar tarafidan ahamiyat bermaylik bunga. Biz Hindistonni boshqargan desak, hozir balkim sizlar ishonmaysizlar bunga. Shunday bormi ya? Chunki o'gitilmagandan, deyilmagandan Muhammed Akbarxonda bir kichik filmdan birisi var. Bir qanday ishlangan film, lekin men sizlarga dalil qilmoqchi bo'lgan nuqtam, biz anda oddiy o'tgan xalq emasman biz. Matarafi Hindiston, İran, mesela O'rta Osiyo hammadan boshqa bir millat asli. G'aznavilar deymiz, Qaraqallar deymiz, u deymiz, bu deymiz, nurg'un gaplar bor. Ashno mesela ular boshqa bo'lganmi deydi masalan-chu. Hindistonni necha yuz yil bunda. Necha yuz yil boshqargan bir ahvoli var. O vaqtda laqamında Uyg'ur demasam da Türk sistemi bilan, Türk ismidan atilganlik. Belkim tarixni aqtirib baqinglar, Google'ga kirib Google'lab baqinglar, aqtirib baqinglarimiz chiqadi buning ahvoli. Ama mush tarixlar bizga o'gitilmaklik ki, anlatılmaklik ki biz dunyoda shu yavaş, yumshoq yaratilgan, yavaş yumshoqlikning neresiga o'tolmaydigan, qullashdan, izlashdan boshqaga yaramaydigan bir millatdek psixik bizni mush kunga etkiligli qarindoshlar. Ma tarix favqulodda yomon narsa ma tarix. Tarixga qat'iy sal qarash qilmaydi. Avtorininki bir millatni qutqizishda, o'rnidan qo'pirashda, uyg'otishda tarixning ahamiyati haqida so'zlagan mazmunlari bekor emas qarindoshlar. Shunday qilib qarindoshlar bugun asli planlangan mazmundan biroz azob qoldi mazmun. Shunda o'sima endi vaqt değişik bazı gaplarni demasam taxib bo'lmaydi. Shunga bek aqmay qoldi dersimiz. İnşallah kelar soatlik darsda o'qamiz qolganini. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.